Ana kichkina baliqni turganlar. Sazanchik deydi mana. Orqaroq. Sekin tortdi mana. Bittada suqib oldim bo'ldi. Tortgandan suqib olamiz kerak. Kunjara, don, nonni aralashtirib, mana shunaqa yem qilib qo'yamiz baliqlarga. Nozlarni qo'yamiz qarmog'iga. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz baliq tutishga keldik. Mana shu Chirchiq taraflarga o'z boshida katta daryo bo'libdi, Chirchiq. Bilganingda ko'llar xitashagan, shuning uchun kamayib qolibdi ancha suv. Baliq tutiladi deb o'ylayman, chunki narigi taraflarda ham baliqchilar turibdi. Shu joylarga tashab ko'ramiz. Xudo xolasa normal baliq ilinsa kerak. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Mana bugun Chirchiqqa keldik, baliq oviga. Endi qanaqa baliq tutishni aslida biz laqab ushlab yurganmiz. Endi bugun yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Biz bu joyni kartadan topib borib ko'rgan edik. Kartada suv ko'p bo'lib ko'ringani uchun yaxshi joy deb o'ylagandik. Ammo borganimizda suv ancha kamayib ketganini ko'rdik. Joyi ham ancha qurib qolibdi. Yerlar mana biz o'zimizdan baliq oviga cho'lchang olib kelganmiz. Hamda o'zim internetdan foydalangan holda kunjara, don, nonni aralashtirib, mana shunaqa yem qilib kelganmiz baliqlarga. Nozlarni qo'yamiz qarmog'iga. Cho'lchanglarimiz endi ko'p bir videolarda ko'rganda cho'lchang o'zini bittasini ilib qo'yar ekan. Bilmadim qanaqa bo'lishini. Men harakat ko'raman endi bittasini ilishga. Mana hoppa. Yana cho'lchanglarman. Bilasizlar, laqaga juda ham ko'p cho'lchanglardi 3 ta 4 ta. Endi men bu yerda laqa yo'q, endi bilamiz aniq. Mana 3 ta lavorichi. O'zi yaxshi bo'lsa baliq yaxshi kelar. Mana o'zim yem qilamiz bu yerga. To'g'risini aytsam, sal suyuq qo'yarman. Sal suyuq qo'ygan sababli nima qilyapti? Oqib ketyapti. Aniq retseptini bilmayman, prosta endi qilib ko'rdim, oldin qilmagan, birinchi martaga menchalik bo'ladi. Endi buni tashlaymiz. Mana уже oqib ketdi. Tashlaysiz. To'g'ri oqish kerak, lekin sekin oqish kerak. Bizga tashlaysiz oqib ketdi. To'g'ri otayotgan vaqtim chiqib keta qoldi desa ham bo'ladi. So'rasam bog'ladik unga. Endi tashlaymiz. Menchalik normalniy o'rtaga tushsa endi ko'ramiz. Bular toshga adash bo'lyapti-yu. Yerlar mana qarmoqdan tayyorlab olib buni ham bundan tashlaydi mana. Bismillah. O'ta go'zal tarbiya, o'ta go'zal. Shunchaki o'ta go'zal deydi-yu. Bo'ldi. Bu qarmoqqa baliq Hozir buni tortib ketsa, film qolsa tortib ketadi. Ha, buni ko'ramiz. Yerlar baliq bor shekilli. Ana kichkina baliqni turganlar. Sazanmi? Kichkina sazan ushlandi. Ana kelgan. Yaqa ko'zdan kiribdi. Kichkina ekan sazancha. Mana bu kichkina sazanchalikni mana qo'yamiz. Shu joylarning to'rtta tarafga yog'och qadab, tepasini bo'z qilamiz, bo'z yapamiz, chunki bu joylarda vobshe soya yo'q. Narigi taraflarda yog'och bor ekan, shuni olib kelamiz. Shunaqasiga qilamiz. Mana hozir bu qarmoq baliq tutdi, endi buni qaytadan tashlab qo'yamiz. Tak go'zal tushdi. Biz shunga to'rtta tarafdan qadab, bo'z tortib, soya joy qilish kerak. Vobshe bitta qizib ketamiz. Kim xursand? Baliq ilinyapti. Yo, bizni deyapman. Qarmoq ketdi. Yangi qarmoq sotamiz. Razmeri
Farqi yo'q, mana qo'yasan. avvalgi qarmog'i sinib qo'ygan. Mustahkam ana xuddi tashab qo'yasan. To'g'ri yo'q. Bunga qol tashab, bir 5-6 kun turib, bang'ir yo'q deb o'tiraman. Ana qanaqasi hali. Ana, kattaroq. Yo'q-maya. Jigarlar tashlagarimga mana endi bir 10 sekund bo'ldi bitta haliq. 10 sekund mashqarmoq 10 sekund. Tashladi endi, sira tashladi endi. Tak mashina zo'r qarmoq bo'ladi. Yo'q-maya. Ammo qarmoq tortdi. Ammo Manga qizil, sariq, 3 ta qarmoqlar böyle yashilchi, birasi. bu yaqinda turgan. Ha? Yaqiningizda turibdi-yu, shuni aytyapman. Bu yaqinda turingga. Senga bugun ish ko'p. Ana aytdim. Bitta qadam olaman, siqib olaman aytdim. 3 nafar siqish kerak. Sazanchik deydi mana. Orqaroq. Sekin tortdi mana. Bittada siqib oldim bo'ldi. Tortgandan siqib olamiz kerak. Mana shu yerda barmoq birasi bor. Faqat tez bitta torting. Ana. Yo'q hechnarsa. Yo'qmi? Ana cho'chang. Ha, cho'changni olishibdi, lekin yaxshi yomabdi cho'changni. Mayli, yana tashlab qo'yamiz. Bo'ldi. Mana bu qarmoq baliqchilar qarmoqda katta baliq qushanga o'xshaydi. Kamerada ko'rinmayapti. Yo'q-maya. Darch bizga xudo xolasa sinib qoladi. To'g'rimi ukam? To'g'ri, narsa hamma narsa bo'ladi. Может, bu yerdan bir o'yinchilarga laqabga ko'taramiz. Bitta shu kun qiziyapti. Suv ichsak ham suvimiz ham qizib ketibdi. Ilg'i bo'lib qolibdi o'sha. Shuning uchun suvga solib qo'yamiz. Mana shu yoqqa shunaqa joy qo'yganman. Suvlarimizni shu yoqqa solib qo'yamiz. Ana. Atak buni men tashlagandim. Faqat yeb ketyaptimi, bilmadim, yaxshi bilmayapti. Hali o'zi tashlab qo'yaman. Akam hozir operator. Buni buyoqqa qarab otamiz endi. Qarmanga ilovorma o'tgan safardek. Orqaroq turay. Qo'ying, to'g'ri aytasiz, qo'ying. Bo'lsa yormatarmi? Yo'q, qo'yinglar. Sen leto bo'lib qolibdi. Bo'sning uzunligi mana bunaqasiga qilish kerak edi. Qara. Mayli endi farqi yo'q. Shu shag'alni qoziq bilan toshlari olib qazish qiyin ekanda boru. Ko'pga cho'zilib ketdi. Boshpana qurish ham. Lekin baliq ovi yaxshi ketyapti. Vat kichkina tutilyapti-da hozircha. Ko'ramiz, kattalarni tutilib qolsa kerak. Issiq ham bo'lyapti o'sha.
Kaçtasın deyman-da? Ha, baliq. Ana. Qochib o'sha ekan. Mana bu yerda sazanchik. To'g'risam to'g'ri sazanchiklar ko'p ekan, sazan o'zi yo'q ekan. Oh, baliq hidi yonib ketdi. Hammasini mana shularga solyapmiz. Piyoz setkasiga. Yema. Kattasin deyman-da jiyanlar. Mana bu armoq mana qo'yaman-da. Yo, 3 kishiga bosib qoldik, telefon bilan. Baliq yo'q. Kay olding, odamlar. Yo'q, qarmoq tushib ketdi-da, o'zi turgan armoq deydi. Shuni bilan mana shu tomon chuqur ekan, yaxshi lekin. Chiqur. Yo'q, mana. Yurmas mana. Mana shu tomon. Mana uni chuqur mana, kirib ketadi oyoqcha. Nariga baliqchilar rosa baliq ilyaptimi deyman. Chiqirlagan yon kelyapti-da bizga. Baliq ovida aslida kichik sazan ushlayapmiz. Sazan shunaqa baliqlar. Hozir yana bir baliq ushladik. Ko'rasizlar, bugungi obedgacha soat hozir 12 bo'ldi. Mana ushlagan baliqlarimiz hozircha. Sazanchiklar ushladik. Yana bitta qanaqadir baliq, marinka ham ushladik. Hozircha yaxshi. Olib ketyapti. Xudo olsa endi bu yog'iga boshida bitta ikkita baliq ushlagan ko'rsatdik. Qolganlarni ko'rsatib oldik. Yerda akam nima qilayotgandi? Chodir qurayotgandi. Hozir endi qolgan qarmoqlarni birgalikda kirib chiqamiz hozir. Qarmoqlarni tashlab qo'yganman. Oxirdagi qarmoqimizni olib, iloji boricha boshqa yerga borib o'zimiz tashlab o'tiramiz hozir. Yaxshiki barmog'imizda baliq yo'q mana. Kurchogi desa mana. O't bilan shunaqa chuvalchang har xil bo'lyapti. Mana chuvalchangimiz. Chuvalchangiz ham juda ko'p qolmadi ichida. Kamayib ketdi. Endi bu kurchakni tozalab olishimiz kerak mana. Mana qilamiz-da bu kurchakni. Xo'p, yaxshi bo'ladi. O'zi qarmoq tashlayapmiz. Bir uzog'i 5 minutda baliq ilinyapti. Baliq ko'radi, sirazini tortyapti. Bu yerlarda chuvalchang yaxshi ishlaydi ekan. Mana chuvalchangni olamiz endi. Mana chuvalchanglar turibdi. Kechgacha yetib qoladi chuvalchang, xudo xolasa. Endi ketdik. Mana qarmoq ko'ramiz. Yo, mayo. Xota shu qarmoqimizda baliq yo'q, baliq chiqmayapti bu tomonda. Qarmoqni o'zim olib ketaman. Bor buni boshqa yerga tashlaymiz. Kim narigi taraflarda yurganda mana shu kurchak qimirlab qoldi. Tortib ko'rsam, mana shunaqa sazancha. Yaxshi, normalniy. Tak zo'r. Mana shunaqa poshpana ham qo'ydik. Shu yerda o'tirib choy ichamiz. Tak yaxshi. Yaxshi ov bo'lyapti. Ey jigarlar, hozir juda ham bir qiziq voqea bo'ldi hozir. Mana aka-ukalar o'zi obed qilamiz deb turgandik. Farqi yo'q deb qarmoqni chuvalchang yo'q. Tashab qo'ydim, qora qarmoqni tashab qo'ygandim. Qarasam, mana shunaqa baliqni-da. Chuvalchangsiz. Bu o'z baliq nom bilmadim, maringa bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Chunki oldin ushlaganlar usta shunaqa bo'lganda bu maringa deb o'ylayapman endi. Lekin chuvalchangsiz baliq. Bashim zo'r lekin. Chotki. Mana do'stlar, obed time. Mana nonni kesamiz. Kesish taqdim bo'ladi, pishog'imiz kelyapti. Non kesish tutorial. Mana bugungi non va pyure. Hamda suv debmi? Suvimiz qani? Mazaq deymiz. Nodorishlar, sazanni hozir chuvalchangimiz qolmadi. Nonga tutsa bo'ladimi, bilmaydimi?
Ana ukam ye. Sizdan birinchi. Yo'q, yaxshi yeyapti. Mana et, onasiz tilo soladigan. Ana, et. Hozir shu qarmoqlarni tashab qo'ydik. Ana endi cho'ta bu qimirlayapti ekan uchi. Ozma-oz tortib ko'ramiz. Yo'q, baliq yo'q. Mana qaraylar. 3 ta jo'xori tashlagandik, bittasi yo'q, yeb ketibdi. Aka tushib ketgan. Tushib mumkin, lekin to'g'ri, lekin qimlaganiga nisbatan aytyapman-da. Oh, niyachi. O'sha yana chiqib ketdi. Ana sekin tushib ko'ramiz tomonga. Bismillah. Uy! Tas xalqroq ekan. Mana. Bir xil mashnaqa. Tagi qum, oddiy mana. Qanaqa qum desam bo'ladi? Stroykaga ishlatiladigan qum bor, xuddi. Voh! Voy muzdek, ey. Suzsangchi. Ah! Bu tishkiyat odam var buna gayrı. Oh, mas sonra koyacağım. Oh! Maza. Maza, shunchaki maza. Qaytinda kelyapti bu taraf. Biz mana shu yerda baliq tutib o'tiribmiz, gapiramiz. Mana sazan. Bu karas bo'lsa kerak. Karaslar. Keyin mana ikkita baliq bunaqa. Bu qanaqa baliq bilmadim, marinkami? Farelsa farel emas. Qanaqa baliq bilmadim. Mayli, suvga tezroq qil endi bular urqamaslik uchun. Narigi taraflarda faqat kichkina baliq ilinayotgani uchun biz mana shu joylarga keldik-da hozir. Bu chuqurroq ekan, tekshirib ko'rdik. O'rtalari meni ko'mdirsa kerak. Ana. Shu yoqqa keldik ana. Kam уже ilyapti. O'lchanga yaxshilanyapti, katta kichik farqi yo'q. Endi bu chuqur ekan, katta bilsa kerak bo'lamiz. Tashab ko'ramiz endi. Baliq tutish jarayoni. Uchta qarmoq qo'ydik cho'lchanga. Endi kutyapmiz natijani. Mana yana qaytdik. U joyda turdik, bir yarim soatdan ko'p turdik. Hech narsa ilinmadi. Shuning mana shu joyga yana qaytdik. Mana shu yerga yana qaytdik. Kam o'zona qarmoqqa cho'lchanglar ilinyapti. Bu joyda katta baliqlar yo'q ekan. Xudo xolasa keyingi marta bir katta baliqli joyga boramiz, tutiladigan joyga.
Karasjon, u Karasjon. U tomondan masalan yarim soat o'tirdik, hech nima bo'lmadi. Bir yillik tashadik 30 sekund ilindi. Olsang-chi tezroq, qiynatmasdan. Kuchuk qanaqa qolding endi? Tupur cho'lchak qolmadi, tupur. Cho'lchak qolmadi. Bugun ovda nechalik ikkitami bittami sazan, qolgan aslida bittani karas yeydi. Bu endi karas deb, sazan deb atashman buni, qarsan karas ekanini. Bilmagandim, to'g'risi bunaqa baliqni ushlab yurmaganman. Mana qaysi bir sazan edi? Asla. Mashina orasida bor qisqasi. Hali qolgan armalarni tashlamasdan o'zi sirrazib karas chekildi. Bu qarmoq bo'lgan. Joy yaxshi joy mana shu yer. Mana, endi bu shunaqa yopadigan qilib qo'ydim. Soyasi kattaroq tushyapti, shunaqa qilsam. Mana. Quyoshni yaxshiroq saqlayapti, joyi ko'proq bo'lyapti. Shuning uchun shunaqa qo'ydik-da. Baliq bor. Otib olib. Yeb ketdi onasi. Ketyapti borib. Siyati baliq bor deb tekshir. Mana bu qarmoq olib ko'ramiz. Yani chiqib ketdimi? Muvaffaqiyatsizlik. Ketyapti bori, tortishmayapti. Am ko'llarni qaraysizlar. Yo. Agar oralaringizda shu ko'l egasi bo'lsa, shu Toshkent viloyat tarafidan bizga aloqaga chiqsangiz, shu tutib ketishingiz mumkin. Yo'q bo'lsa ko'lingizni ham reklama qilib beramiz. Baliq ham kerak emas, просто tekin kontent qilamiz bo'ldi. Başlamaz. Aziz. Mana. Mana bunaqa baliq. Karas. Bu ham karas. Menchalik. Menchalik karas. Hammasi sazan bo'lsa. Menchalik ham karas. Menchalik ham karas mana. Bitta sazan chiqdi. Mana shu sazanda mana karasdan farqi bor buni. Sezilib turibdi. Kattaroq bo'lsa. Qisqasi bugun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta karas. Nima? Bitta sazan ushladik. 9 ta karas bitta sazan. Keyin ikkita bunaqa baliq ushladik. Ikkalasi bir-biriga o'xshaydi. Bir qanaqa baliq bo'lmadim. Bumiz yaxshi bo'ldi. Lekin tavsiya qilaman bunaqa joyga kelishdi. Karas ham katta emas, sazan ham past yo'q desa ham bo'ladi. Kichkina. Hammasi kichkina tavsiya qilaman, undan ko'ra yaxshi yerga boringlar. Baliqimiz lekin yaxshi bo'ldi. Yaxshi baliq ushladik.